Mahalla tizimi xodimlari kuni bayram tadbiri hamda limonchilik bo'yicha seminar o'tkazildi. Bugun Chorch tumanida 22 mart mahalla tizimi xodimlari kuni munosabati bilan viloyatda mahalla tizimida fidokorona mehnat qilayotgan ilg'or xodimlar ishtirokida bayram tadbiri tashkil etildi. Tadbirda Surxondaryo viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov ishtirok etib, soha xodimlarini kasb bayrami bilan samimiy tabrikladi hamda ularning jamiyatda tinchlik va barqarorlikni ta'minlash, aholi farovonligini yuksaltirish yo'lidagi xizmatlarini alohida e'tirof etdi. Yurtimizda juda katta shodiyonalar, qo'shaloq bayramlar nishonlanyapti. Barcha bu davra ishtirokchilarini, qatnashmayotganlarni, mahallani barcha tizimli xodimlarini Ramazon hayiti bilan, Navro'z ayyom bilan qolaversa bugungi mahalla tizimi xodimlari kuni bilan chin qalbdan tabriklayman. Odamlarda norozilik bo'ladi. Nimaga deydi, ishlamaydigan odamga yana shu mana yolg'onchiga kredit berildi. Kreditini o'zi yeb ketgan dedi, yana ustiga kredit beryapti. Mingta ish bor. Kecha Namuna mahallasiga Termizda uy qurilishidan tashqari 6,5 sotix yer bor ekan. Oktyabrdan hozirgacha 200 million so'm daromad. 4 sotix nimasi bor? Teplitsasi bor. 3,5 ming tok qulupnay. Onasi aytadi, qulupnay oxir qolib ketganlarini terib varina qildim. Varina ham sotib oldim. Tadbir davomida davlatimiz rahbarining tegishli farmoniga muvofiq mukofotlangan surxondaryolik 3 nafar mahalla tizimi xodimlariga orden va medallar topshirildi. Shuningdek, mahallalarni obodonlashtirish, mahalla yettiligi faoliyatini samarali yo'lga qo'yish hamda sog'lom ijtimoiy ma'naviy muhitni shakllantirishga qo'shgan hissasi uchun bir guruh xodimlar mahalla iftixori ko'krak nishoni, viloyat hokimligining tashakkurnomalari va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Har kunimiz bayram, har kunimiz sabr, har kunimiz to'yda. Chunki bizni vatanimiz tinch, yurtimiz tinch, har kunimiz bayram bo'ladi. Birgalikda hammamiz aql bo'lib ishlab, bundan-da Xudo xolisa vatanimiz yurtimizga yana bir hissa qo'shamiz. Chunki yurtboshimiz tomonidan biz nuroniylarga bo'layotgan e'tibor, ishonch, endi biz nuroniylarga yanada o'rnatib qo'yiladi. Hozir mahallaga yurtimiz tinch bo'lsin, mahallalarimiz obod bo'lsin, prezidentimizga ko'z tegmasin, iloyim uzoq yillar bizga bosh bo'lib soyabon bo'lsinlar. Rahmat hammaga, sog' bo'ling. Shundan so'ng Oltinsoy tumanida Surxondaryo viloyat hokimligi, Turonbank aksiyadorlik tijorat banki hamda Citrus, subtropik va tropik o'simliklar yetishtiruvchilar va eksport qiluvchilar uyushmasi hamkorligida amaliy seminar tashkil etildi. Biznes magnat mas'uliyati cheklangan jamiyat hududida o'tkazilgan seminarda viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov, Turonbank ATB rahbari Chor Mirzayev, shahar va tumanlar hokimlari, mas'ul tashkilotlar vakillari hamda limonchilik bilan shug'ullanuvchi faol tadbirkorlar ishtirok etdi. Prezidentimizning joriy yil 26-27 fevral kunlari viloyatimizga tashrifi davomida Surxondaryoda 5000 gektar maydonda limonchilikni rivojlantirish bo'yicha ustuvor vazifalar belgilab berilgan edi. Ushbu topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida tashkil etilgan seminarda hududlarda limonchilikni kengaytirish, mavjud issiqxonalar samaradorligini oshirish, yosh limon ko'chatlari qator oralaridan oqilona foydalanish bo'yicha aniq vazifalar belgilab olindi. Shuningdek, Turonbank ATB bilan hamkorlikda sohada istiqbolli investitsiya loyihalarini amalga oshirish yuzasidan chora-tadbirlar muhokama qilindi. Seminar doirasida ishtirokchilar limonchilik issiqxonasida qator oralardan samarali foydalangan holda kartoshka yetishtirish tajribasi bilan tanishdi. Shu bilan birga yangi barpo etilayotgan issiqxonada limon ko'chatlari o'tkazildi. Surxondaryoning limoni butun dunyoda yo'q. Kecha mana shu xuddi shu limonni temirlarni Mirzayev aniqlaydigan bir sotiga 62 million Angorda, to'g'rimi? Koreyada 10 ming gektar ana shu issiqxonadan bor ekan. Termiz 10 ming gektar. Ichida Koreyada hamma narsa yetishtiriladi. Ayniqsa shu eng ko'p qulupnay. Shu hududda aholimiz 125 gektar limon ekan. Beraylik, qamrab olaylik deymiz. Chunki tashviqotni kuchli qilsa, ba'zi bir xonadonlar o'zi ham qiladi. Nechuna sotarsam 40 mingdan sotaman 1 kilosini. O'zi 20 ming turmaymi limon desam, yo'q. Laym bitta sal tosh bosmaydi. 40 mingdan Samarqandda bitta restoranda gaz turgan ekan. Kobultdan qo'yda terib keturdi. O'zlari terib olib ketyapti. Nasib bo'lsa deb bular niyat qilyapti. Surxondaryoda limoni faqat baza bo'lib ko'zi safdan chiqib ketadi deyapti.
daromadlaridan to'ylar yaxshi bo'lsin.